O'rtoqlar 4-noyabr bugun Dilshod akamlar bilan 4x4 sayohat asoschisi Namogan chiqqanmiz. Mana mashinalari, manzarani mana baho berishinglar mumkin. Vashi zo'r. Sovuq bo'lsa ham, lekin juda ham toza havo. 4x4 sayohat xizmati ham bor, pulli xizmat. Bu xizmatdan foydalanishingiz ham mumkin. Hozir mana yozgan joyingizni ichkarisiga ham kiramiz. Bu eng kichkina o'zimiz uchun qilingan palatka. Boshqa katta palatkalar ham bor Navodoga. Voy, issiqqina-yu. Bu o'zimiz uchun emas, yo'qoli palatkaga eringanimizdan bu. Hozir buni chamatib yo'qoli, yana ichkaridan ham yo'q olishga imkoniyat bor ekan. Ha, o'zi ham shu. Dilshod aka, bular sizga savol. Xizmatda nima narsalar bo'ladi? Xo'p, xizmatimiz Bir boshidan. Xo'p, olib olib kelish, transport xizmati bu. Undan tashqari bunaqa palatkalarimiz bor. Bu kichkinasi, bundan kattaroq variantlari ham bor. O'zimiz olib kelamiz, to'qqa chiroyli lokatsiyalarga olib kelib, mana shunaqa palatkalarni yozib beramiz. Hamma jihozlarimiz bor, stol, Idish-tovoq. Idish-tovoq, u to'qqa kerakli bo'ladigan pashti hamma narsamiz bor. Xudo xolisa. Navodo chiqadiganlar bo'lsa, o'zligi bilan nima olishsa bo'ldi? Yeydigan narsaligi, nima yeyishadi? Menga ham etishligi kerak. Agar ovqat qilaman desa, o'sha qozon ocha olinadi. Yo, shashli, mangal qilaman desa, o'shanga yarasha narsa olaman. Bizda o'zi bu asli bu palatka saunaniki bo'ladi, qishki. Bunga mana pechkasini qo'ysak, sauna qilib o'tirsa bo'ladi. Mana tepasida mo'rlar ham chiqib turadi. U sauna cho'tki isiydi. O'tirishga bundan katta palatkamiz bor. Xullas o'rtoqlar, batafsil ma'lumotni past opisaniyada nomer yozib qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Yog'ini so'rab surishtirib o'zingizlar bemalol chiqishinglar mumkin.